Endilikda O'zbekiston fuqarolari yomon yo'llardan shikoyat qilishlari mumkin bo'ladi. Umumiy foydalanish yo'llaridagi chuqurlar va boshqa nuqsonlar haqida. Ko'rding, bitta akani haqiqatni aytib chiqqanini. Gaz to'g'risida. Endi yo'l to'g'risida kim gapiradi? U akani-yu Rossiya kanallarida ko'rsatib, xalqlar Instagramlarda yorib, oilaviy sharoitini qizig'i yo'q. Biz baribir haqiqatni gapirganda oldidamiz dedi. 9 ta advokat besplatni oyoqqa turib, hamma omma tikka turgani uchun sekin bu odamni olib chiqib tashqariga chiqarmasak xalq ko'tarilib ketar ekan deb imijimida kino suddan ozod qilib chiqardilar. Agar kimdir orqasida kimdir turib bermasa, mana shuna turib bermasa, uni ichkarida urib maskani kiygizib, tuyurib, ustiga boshqa jinoyatlarni ham qo'shib tiqib berasizlar. Undan qilib qoqilib o'tsak ham daqilda qurda yuraveraylik.